66. Ögdilmiş, odg'urmishga ziyofetga taklif qilish qoidasini aytadi. Agar sen kishilarni taklif qilaman desang, taklif qilgin, lekin ishingni puxta tayyorlagin. Qoch qo'mush, dasturxon, uy-mulk va to'shaklarni pokiz tut. To'shak sol, yemak-ichmak va boshqa kerakliklarni tayyorla. Yemak-ichmaklarni pokiz tayyorla, lazzatli bo'lsin. Mehmonlar qo'l uzatib, orzulab yesin. Mehmon taklif qilmaganda, osh taomning qusuri bir bo'lsa-mu bilinmaydi. Mehmon taklif qilganda, taomning qusuri bir bo'lsa, yeganlar 100 qiladi. Yemak-ichmaklarni imkon qadar pokiz va yaxshi tayyorlag'inki, kelgan mehmonlarning hammasi to'yib qopsin. Do'st, qarindosh, yiroq yaqinlarni birdek ziyofatga taklif qil, haqqini ado qil. Keladiganlari keladi, agar kammasi keyinchi ko'ngli qolmaydi. Nafsining adovati yomon bo'ladi. O'chak kishib adovat saqlaydi, bu adovat o'lgandila qoladi. Diqqat qilib, hammaga osh taomni yetkazib-da. Kechikib kelganlar bo'lsa, ulog'imi taom yegiz. Kishilar osh yesa, sen choy tutqin. Uni ichib bo'lgandan keyin yana to'liqlab quy. Yemak bor yerda ichimlikmi bo'lishi kerak. Yemekni ichimlik bilan tang ep berish kerak. Yemekning yanida ichimlik tayyor bo'lmasa, u tamoq yeguchilar uchun o'g'i bo'ladi. Xolisi sharbat ba, xolisi meva suyi, xolisi julob ba. Buningdan boshqa yana nima berishingni mendan so'rama. Boshqa mehmonlardan so'ra. Ulug'lar taom yeb tugitib bo'lgandan keyin kichiklarga yemak-ichmak tortish kerak. Hammaga tamoqni talto'kis yetkazib bergin, chala qo'yma. Och qayturma, seni söküp qaytmasın. Osh taom yeyilib bo'lganda yal yemish qo'y. Quruq o'l yemishlardan va oz to'la optob paras qo'y. Kuching yetsa, yirtish qil, yepak rahlar tarqat. Tish haqqini bergin, gap so'zlar besilsin. Shuning bilan ziyofat ishlari tamom bo'ladi. Darvozani echivat, qaytquchilarni tutib qolma. Ziyofatga taklif qilinadiganlar 4 tabaqa bo'ladi. Keladiganlarni 4 tabaqa bo'ladi, ey botam. Biri taklif qilsa ziyofatga boradi. Nima bersa shuni yeb ichadi. Lekin o'z uyiga odam taklif qilmaydi. Uyida osh tamoqini o'zi yolg'iz yeydi. Yana bir xil kishilar ziyofatga boradi, qarasang oshni yeydi, javoban oshga taklif qiladi. Yana ba'zi kishilar ziyofatga bormaydi. Kishilarni uyiga chaqirmaydi. Bundaqlar o'likdir, tirik hisoblama. Bundaqlarga qo'shilma, billa tirikchilik qilma. Yana bir xil tabaqa taklif qilinsa-mu ziyofatga bormaydi. O'zi bo'lsa, mol so'yib, boshqalarni ziyofatga taklif qiladi. Bulardan eng yaxshisi dono bilimdonlar maqtagan mehmon chaqirish qoidasi ana shudir. Mayli ziyofatga borgin yoki bormag'in, gelingni tiyib, tamoqni oz yegin, salomat yashag'in. Nazar sol, ko'p yegan kishi kasalchan bo'ladi. Chiroyi seret, mag'dursiz, e'tibori yo'q bo'ladi. Ko'ngli, bilimi keng, kishining mizojini bilguchi teviblarning so'zi ana shuningga qaratilgan. Kishiga kasal goldin tamoq bilan kiradi. Kasal kishini qayratadi, to'liq yashayolmaydi. Gelingni tiyib, kasalsiz yasha. Kasal kishining qizil yuzini so'ldiradi. Qara, ziyofat ishlari ana shundoq bo'ladi. Taklif qilganninkiga borsangmi va taklif qilsangmi shundoq. Bularni men so'zladim, sen anglading. Shuning o'zi yetarlik, so'zni uzatma. Agar kishilarga oralashishni xohlasang, dunyoning ahvoli, qoida yo'llar ana shundoq. Ey dilimning ro'shini, haqiqiy yaqin do'stim. So'zimning ma'nosini tushunib, yaxshiroq o'ylan.